Ermega yeb qo'yasizlar buni. Toster nonlarimizda shunaqa qilib qo'rab olamiz. Aralashtirishga oson bo'lish uchun tegishga savarish kerak. O'ziga tovli ro'molli pripravasi kerak bo'ladi. Qizil paprika shirini, zaytun yog'i, olivka yumasi. Ko'p sepmayli qizarib ketadi. Yog' beramiz. O'zi yog'iylar kam ko'pligi bilinadi. Manda hozir juda ham kam, o'shaning uchun yana ozgina yog' beramiz. Qizil paprika. Mana hamma narsamizni aralashtirib oldik. Endi bularni listga solib joylab olamiz. Suxarilarimizni ko'p solmaysizlar, qurishi juda ham qiyin bo'lib qoladi. Mana shunaqa o'rtacha qilib listga solib olamiz. Maksimal past gradusda pechda xudo xohlasa 50-60 minutga qo'yamiz. 100-120 gradusda singitib qattiq pishirib olamiz. Qaranglar, mana suxarilarimiz zo'r bo'lib pishdi-da. Ishimizni og'zini Bismillahirrohmanirrohim. Ermega yeb qo'yasizlar buni.